Telefon o'ynamang. Ona qornida asosan yana o'sha mavzuga qaytamiz. Tonus. Qon yaxshi aylanmayapti. Tonus degani bolaga qon yaxshi aylanmayapti degani ekan. Qon yaxshi aylanmas ekanda, yokida bola tonusga tushib qoldi. Tonus degani organizmga matka sakrashatsiya qilish, mana bunaqa qisqarishi pastga bolaga bosim beradi. Aynan shu bosim berayotgan payti bolaning oyog'i chiqib ketishga moyilligi bo'lar ekan. Shunaqa onalar kelishadiki, sizga eshitilishi g'alati, lekin bu bor gap. Shunaqa onalar keladiki, bolani suyagi ona qorni o'zi chiqib ketgani o'zi aniqlab beradi. Hech narsa qilib bo'lmaydi o'sha bemor tug'ilgandan keyin lecheniya qilsa bo'ladi. Va tug'ilgandan keyin u bolani o'zini ortopedlar tomonidan lecheniya qilinadi va davomiylik olib turish kerak bo'ladi. Tonus mana shunaqa yomon narsa. Tonus hech narsa qilmaydi emas, qiladi. Tonus hattoki bu ezib qo'yib ham kirvashiga ham, qarangki, displaziyaga ham olib kelib berar ekan. Qon aylanishi nima aloqasi bor? Siz qon aylanish bolaga qon yaxshi yetib bormaydi va o'tiga tas sohasi rivojlanmashiga ham olib kelib berar ekan, Alloh asrasin. Tas rivojlanish deganda golovka kirmaydi. Tas deganda faqat golovka kirmaydi qizlar. Mana shu sohangiz hammasi tas. Mana Xo'rosti, tas bu shunaqa organki, tepa va pastni birlashtirib turuvchi yagona organ va sizni mexanik harakatlaringizni beradigan joy. Bu yerda harakati qanchalik to'liq bo'lsa, sizni yurish turishingiz shunchalik yaxshi bo'ladi va sog'lom bo'lasiz.